hech narsa tajribani ilmini bermaydi. O'qish, boshqasi. Ko'chada qolib ketgan inson haqida kitobni o'qisangiz, o'zingiz ko'chada qolib ketsangiz, juda kitobdan ko'ra juda ham ko'p narsani olasizda. Biznesda ham xuddi shunday. Yiqilishlaringiz sizga tajriba beradi. Men yosh yiqilganman, o'sha uchun alhamdulillah deyman. Уже 25-30 yoshgacha men juda ham ko'p opit olib qo'yganman. Yoshligimdan bilganim uchun o'sha manga bunga otam katta sabab bo'lgan-da. Otam duq bergan bizga. Uyimiz yiqilib ketayotgan bo'lsa ham otam bilintirmasdi. Bu normal holat deb o'ylasdik biz. Otam panika qilmagan, noning qolmabdi, boshqa qolmabdi demagan. Bu normallik balam. Hayot shu. O'sha uchun men o'ylab qarasam, otam duqni katta berganda bizga, qo'rqittirmagan. Nolmagan mana otam hech qachon. O'sha uchun menda ham bu xarakter bor. Men nol bo'lsam ham hech qachon nolmayman. Chunki hech kim erkak kishiga rahmi kelmaydi. Rahmni keltirish bu zaiflanish.